Bizda men ko'p namoz o'qidim. Nurg'un kun ro'za tutdim. Necha qitim haj qildim. Necha qitim Ka'bani tavof qildim. Ko'p farzandlik bo'ldim deganga o'xshagan qilgan ishimizda sanni birinchi o'ringa qo'yib oladigan ahvollar bor. To'g'ri, ko'p namoz o'qish, nurg'un kun ro'za tutish, Ka'bani necha qitim tavof qilish, necha qitim haj qilish, ko'p farzandlik bo'lish, bularning hammasi yaxshi ish. Lekin bu yerda sondimi muhim bir ish bor. U bo'lsa-mu qilgan ishimizning sifati. Xushu va huzur bilan o'qigan 2 rakat namozingiz xushu va huzursiz o'qigan 100 rakat namozingizdan afzal. Kunduzi gunoh ma'siyatni tashlamay tutgan necha kun ro'zalaringizdan gunoh ma'siyatni tashlab tutgan bir kun ro'zangiz afzal. Dinimizning maqsad va ko'rsatmalariga qaraydigan bo'lsak, har qanday ishda sifatning sonning oldida turadiganligini ko'rib olamiz. Shuning uchun muhim bo'lgani odam sonini ko'paytirish emas, sifatlik, yaxshi, manfaatli kishilarni ko'paytirish. To'g'ri, payg'ambar alayhissalom nikohlaninglar, avlod qoldiringlar, ko'p yonglar, men sizlarning soninglarning ko'pligi bilan faxrlanaman degan. Lekin payg'ambar alayhissalom hargizmi ummatining nadan, jahil, sifatsiz, fasiq kishilar bilan faxrlanmaydi. Payg'ambar alayhissalom kishilar to'pini sifatlab, ular qilishga yaraydigan, birmi tugi taqilib bo'lmaydigan 100 tugi o'xshaydi deb, yaxshi va sifatli kishilarningki kishilar ichida nihoyat oz topilganligi va sifatga alohida ahamiyat berishning muhim ekanligiga ishorat qiladi. Shuning uchun biz qilgan ishimizning soni bilan mas'ul bo'lib, uning sifatiga sal qarashga bo'lmaydi. Qur'on Karimda bir necha o'rinda soni oz bo'lsa-mu, iymon va e'tiqodiy jihatda sifatli kishilarning ko'p kishilarning ustidan g'alaba qilganligi bayon qilingan. Sura Baqaraning 249-oyatida soni oz Talut qo'shinininki soni ko'p Jalun qo'shinining ustidan g'alaba qilganligi bayon qilingan. Aksicha sonni birinchi o'ringa qo'yib, sifatga, iymoniy, e'tiqodiy va hamma tarafdagi sifatga sal qarag'an vaqtida mag'lub bo'lganligi Sura Tavbada bayon qilingan. Sura Tavbaning 25-oyatida Alloh taolo ayni vaqt sizlar soninglarning ko'pligidan xushallanib ketdinglar. Soninglarning ko'pligi sizlarga qilch asqatmadi deyish orqali sonning ko'pligi bilan faxrlanishdan cheklagan. Bu vaqtda musulmonlarning soni 12 ming, dushmanlarning soni 4 ming. Musulmonlar songa ishinib, son bilan faxrlanadi, bu urushda mag'lub bo'ldi. Rasululloh va sahobalarning tarixlariga qarab baqadigan bo'lsak, Rasululloh va sahobalarning sondan bakrak sifatga ahamiyat berganligini ko'rib olamiz. Umar roziyallohu anhu Amr ibn Asni Misrni fath qilish uchun 4000 kishilik qo'shin bilan yo'lga soldi. Amr ibn As yordam talab qildi. Umar roziyallohu anhu yana 4000 kishilik qo'shin bilan 4 odamni birga yo'lga soldi va ma'u 4 odamning har biri 1000 odamga barobar jami qo'shinning soni 12 ming kishilik qo'shin son tufayli mag'lub bo'lmaydi deb e'tibor oldi. Ammo hozirgi ahvolimiz qaraydigan bo'lsak, sonimiz 1.700.000 dan ortiq. Lekin ahvolimiz Rasululloh sifatlagandek dengizning ko'piga o'xshash sifatsiz. Buning sababi biz qilgan har bir ishimizda sonni birinchi o'ringa qo'yib olib, sifatga ahamiyat bermaganligimizdir.